Onalar xato ish qilib qo'yasizlar. Qizinglarni uyda olib qolib, ajrashtirib yuboraman, bolani ham o'zim boqib olaveraman. Uzuri bitta savolim borda, kimsiz siz? Kimsiz? Dunyoga keltirgan onaman deysiz. Alloh xohlamasa dunyoga ham keltira olmassiz farzandingizni. Alloh xohlagan siz sababchisiz, shuni bilib qo'ying. Yaratuvchi Alloh. Alloh taloq berishga haqqing yo'q deyapti ota-onaga shariatda. Haqqing yo'q deb turibdi qonunida. Siz Allohga qarshi chiqasizmi, Allohga isyon qilasizmi, Rasululloh Allohga qiyomatda Alloh sizni kechirmaydi. Siz oilani buzganingiz uchun, tirik yetim qoldirganingiz uchun Alloh sizni kechirmaydi. U hali qabrda inshaalloh ko'rasiz azobini. Qabrga qo'yib, siz o'sha qorong'i qabrga tiqib ketib, ustingizdan qum tashab, yopib yuborgandan keyin, ana o'shandan keyin ko'rasiz.